Kim bo'ldi? Hozir ikkinchisi boradi. Voy, Zilola? Kim? Senim? Voy, Zilola! Och ko'zingni, Zilola! Ki? Voy, o'zimni asal singlimi. Nima bo'ldi senga? Tinchlikmi? Nima bu ahvol? Ber ustingni yech. Ki? Ber menga. Hozir to'xta, suv olib kelay. O'zingga kelib ol. Ol. Qo'rqitib yubording-ku. Nima bu ahvol o'zi? Qani bir gapirchi. Tushuntirib ber, nima bo'ldi? Opa. Kuyovingiz menga xiyonat qilyaptilar. Xiyonat? Sen qayerdan bilding? Har doim telefonda kim bilandir yozishadilar. Uyga ham kech keladilar. Menga ham e'tibor bermaydilar. Voy seni jonim. Hayotimni ularga baxshida qilgandim, opajon. Nima endi onasi yo'q ekan deb shunaqa kamsitadilarmi? Yo'q, seni jonim. Axir ularni tanlaganim uchun otam mendan voz kechgandilar, opa. To'g'ri-ku, lekin kuyovim nima qildi senga? Kech keladilar. Qanaqadir ayollar bilan gaplashadilar, yozishadilar. Telefonlarini so'rasam bermaydilar. Sen kim bilan yozishganini ko'rdingmi? Yo'q, opajon, qaniydi ko'rganimda, qaniydi bilganimda o'zim borib tiriklarini o'ldirib kelardim. Bo'ldi, seni jonim, qara. Kuyovim juda ham yaxshi. Bilasanmi? Seni sevadi, seni yaxshi ko'radi. Hayot shunaqa bo'ladi. Bir kun uradi, urishadi, er bo'lgandan keyin bir kun erkalatadi. Voy, esi yo'q qiza. Opajon, ularning hayotida kimdir bor, axir ayol kishi men bilaman. Kimni bilasan? Ko'rdingmi kimni bilandir? Ko'ra olmadim, opa, ko'ra olmadim kimligini. Bo'ldi, seni jonim, o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hech ham xafa bo'lmagin. Kuyov hozir uydami? Uydami? Ha. Yupun kiyinib kelganingni qara. Men hoziroq boraman-da. Sekin kuyovga tushuntirib kelaman. Nima gap so'z? Qani, hayotida kimdir bormi, yo'qmi? O'zim gaplashib kelaman. Xo'pmi? Marasiz, opa. Seni bekorga